Bilasanmi Setor? Mana bu Xudoning nuri. Mana bu esa bizning oilamiz. Qachonki hayotimizda hamma narsa yaxshi bo'lib turgan paytda mehr muhabbat olovi shunday chiroyli yonib turadi. Lekin hayot har doim ham bir xil davom etavermaydi. Qiyinchiliklar bo'lishi mumkin, janjallar bo'lishi mumkin. Bir-birimizni tushunmaydigan paytlar bo'ladi. Va buning natijasida biz bir-birimizga bitta uyda yashaydigan begonalarga aylanib qolamiz. Va biz o'zimizcha buni tuzatmoqchi bo'lamiz. Harakat qilamiz, urinamiz. Lekin natijasi baribir uzoqqa cho'zilmaydi. Lekin Xudoning nuri hech qachon so'nmaydi. U doim yonib turadi. Qachonki er-xotin birgalikda Xudoga yaqinlashsa, u oilaning mehr muhabbat olovini yoqadi. Chunki oila bu ikki insonning yashashi emas, balki Xudo yo'lida ikki qalbning ittifoqidir. Chunki uning mehri aralashgan joyda sovigan ko'ngillar qayta isiydi. Agar oilada olov so'nayotgan bo'lsa, birgalikda Xudoga yaqinlashing, u hammasini o'zgartiradi.